mana shu titandan taqillaganda o'sh chiqayotgan ekan. Mana semistitrni ochganda taqillaganda o'sh chiqyapti qisqasi. Hozir bunga keldik, ko'rdik. Mana bu yerdan suv chiqishi, mana ko'rib turibsizlar. Tepaga har doimgidek peridon qo'yib ketilgan 10 barlik. Ikkiga mana obratga kelyapti. Mana bu yerdan suv kelyapti, kirishi bu. Bunga mana hozir mana bu yerda topli pol tortishganda mana ishxonagada mana suv kirish joyiga mana shu topli polni ulab yuborishgan. Bu unaqa qilinmaydi. Resirkulyatsiya ham bilsanglar, yuqori qismidan 30 sm yo 40 sm pastroqdan olinadi. Hozir bu yerda nima taqillayapti degan savolingizga mana shu yoqdan muzdek suv kelyapti, bu yoqdan issiq suv kelyapti. Ikkalovi to'qnashganda gidroudar hisobiga taqillaganda o'sh chiqyapti. Hozir mana shu titanni qornidan yuqoriroq qismidan rezba qo'yib turib, topli polni obratkasini yuqoriga urib bersak, inshaalloh mana shu taqillashlari qoladi.